Assalamualaikum, hörmətli vətəndaşlar. Birinci satığa çıxan xanadonumuz bugün şəhərimizdə 4-cü qavatda 2 xana kvartira bilan danışıb ötəmiz remontdan çıxıb durdu. Akkuratni xanadan ekan, həm ikkiləmçi krizam doğru gələdi. Narx ham arzan narxda. Hörmətli vətəndaşlar, içində ayrım bir iki cihazlar ham qalar ekan. Orientirinin lokasiyasını göstərib ötədən bolsaq, bir də Gidra kolleji, bu tərəfimizdə Narxuz Universiteti, yanında Rayxan bazar, bir də əvvəlki Evrika mağazini. Birimiz isə Kaldırğaç mağazini, əvvəl Kaldırğaç mağazini var. Laşikədə batqallah, hörmətli tamaşaçılar. Harakter şukat aplikasiya, keyin Afg'onskiy pamitlik, bundan güllənə geçsəysə bo'ladi. Doğru. Emine dükkan, keyin Chakkaparnik ko'cha, shu yo'ldan 19-18 marsrutlari o'sib turibdi. Shu yerdan kelib boramiz, girgandan doğruda dom, hurmatli vatandaşlar. Ajoyib mesada joylashgan. Yan atrofida bog'cha, maktablar ham bor, magazinlar ham, bozorchalar ham, hech nadan muammosi. Aytib o'tganimizdek, bu tarafimizda Rayxon bozor, Dehqon bozori ham yaqin. Shundan bir kilometr yürüp ona geçseniz Urdu Üniversitesi Darital tarafım gitse buladı hürmetli abunacılar. Hem Ray Center bazarlar hem ona ile yerde joylashgan. Qani getdik esa birgalikda görüp danışıp ötemiz. Xonadonimizga girib keldik, 4-chi qavatga keldik. Yana sizlar girish ishlari, turistki ishlardan girgandan koridor joyi, divorlar ob'oy qilingan. Ishlarimiz ham yog'och ishlari. O'ng tarafimizda esa bu tarafimizda sanuzel bo'ladi. Yine doğrumuzda oshxonamiz. Bu tarafimizda zal kısmı bo'ladi. 3-10, 5-60 razmerda tushgan, to'rtta esa veranda kısmı 2-3 razmerda. Zaldan bir yana spalni o'tiradi, yani chap tarafimiz spalni. Yurib turgan sen akkuratni xonadan remontdan chiqib turgan. Birinchi chetdan obzorni qilib bolalarimizni ko'rsatib, obunachilarimizga yangi divorlar ob'oy beriladi. Bir sanuzel kısmımız ishlari, yog'och ishlardan oyoq tiylari, divorlar, kafel, vanna, unitazam o'zgargan. Akkuratni qilib qo'ydilar. Su sho'chiklar ham bor. Bir de bilasizlar, hech nadan muammosi yo'q. Yon atrofida bog'cha, maktablar ham bor. Magazin deysizmi, apteka deysizmi, banisa deysizmi, bozorchalar ham yo'q. Birimiz oshxona qismimiz 2,5 razmerda divorlar kafel qilingan. Kuxnya mebellari bor, gaz plitalar qoladi. Qolganlarini aytib o'tamiz. Gaz plita, kuxnya mebel, keyin lyustralar, verandada shkaf bor, keyin konditsioner, shvoylar qoladi, qon hammaga ketadi. Bir de esa katyollar koygan, demir katyollarla ixchamli kichkinasidan qo'yganlar. Mesta o'g'irlamaslik uchun ham xonadonimizni yaxshi qizdiradi. 2 xonani o't etib qizdiradi. Rashtinli baklari bor. Aynalar hammasi 100% ak faramarindan. Padagonliklar qo'yilgan. Şəhərimizin ajoyib mestasında həmmərə bir o'ng'ayli yerdə. Yanından 19, 18 marşrutları o'sib turibdi. Muammosi sezlar. Daritalam, Dehqon bazaram, Ray Center bazaram, hurmatli tamaşaçılar, o'qishlarim Urdu universitetine ham yaqin. Urdu universitetine bir 10 minutda borasizlar peshkom. 10 minut. 10 minut ham yetmaydi. Bir zal kısmımız aytib o'tganimizdek eni 3,10, uzinasi 5,60, verandasi отдельно 2-3 razmerda tushgan. Minyasi 2, eni 3 metr razmerda. Konditsioner qaladon. Bu tarafimizda esa yine shkafi bor. Hurmatli vatandaşlar, shkaf ham qoladi. Lyustralar ham qoladi, patologlar natijali qilingan. Ajoyib akkuratni xonadan ekan, bir fayzli, chiroyli xonadonlardan biri ekan. Narx ham zo'r narxini videoni oxirida aytib o'tamiz azizlar. Videolarimizni to'liq ko'rib boringlar. To'liq ko'rsangizlar hamma ma'lumotga ega bo'lasizlar. Keyin telefon urib kelsangizlar, mulkiyasi bilan o'zlaringiz savdolashib olaversizlar. Bu yerda televizor zonasi. Hurmatli obunachilar, bu tarafimiz spalni qismi bo'ladi. 2,70 5,60 razmerda tushgan. Ko'rib turganingizdek patologlar, natijali lyustralar asilgan, bir de spalni garniturlar hammasi ketadi. Qolmaydi. Bir de televizor mestalar, yine televizor chiroyli qilib o'rnatgan ekanlar. Keyin alg'anlar. Aynalar ak faramonlar, padagonliklar bor, jo'yn registrlar hammalar qo'yilgan. Bir ham ob'oy qilingan. Hurmatli vatandaşlar, ishlarim mustahkam, xiva ishlaridan yog'och. Orientirni lokatsiyasini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda hurmatli vatandaşlar, Gidra kollejining ro'parasi, Kaldırğaç dükkanının arkası hem Jo'rabek salonining arka tarafında joylashgan. 4 qavatli binoni 4-chi qavatida 2 xona remontdan chiqqan kvartira. Narxi 320 million so'm, ustida kelishadigan yeri bor. Dokumentdan ham muammosi yo'q. Gaz, svet, suvlar ham VIP. Yon atrofida bog'cha, maktablar ham bor. Hurmatli vatandaşlar, hammera o'ng'ayli, zo'r mestada joylashgan.
Eğer kanallarımıza abone olmalılar olsa abone olup like basıp kollab quvvatlab dursanız da sizlərə koldan yeniçə arzan naqtayı kanallarını təqdim qıla biləmiz. Şunun incələn qala bilgən bolsa yaxınlarınızda yüvərk qoyasınlar, coralarınız, dostlarınız bolsa videonu yüvərk qoyunlar bizə arqada asala faydamız deyəndən xursənd bulamsınızlar. Birinci like basınlar, hörmətli olmasa like esdən çıxmasın. Like basqan səbəbi hörmətli olmasa alovçulara yetib baradı. Şunun incələn qala bilgən vətəndaşlarımıza yetib baradı, sizlərə yardımlarınız deyən boladı. Həmməyə sağlıq, salamətllik dilimiz. Keyingi roliklərdə görüşüncə də qalamız.